Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar Shoh Kamer kanalini tomosha qilyapsizlar. Bugungi video roligimizda kompyuteringiz yoki noutbukingizni 4 ta usul bilan umuman qotmaydigan qilishni sizlarga o'rgatib o'taman. Videoni diqqat bilan tomosha qiling. Windows R tugmasini bosamiz. Ekranda mana bunaqa ayna paydo bo'ladi. Bu yerdan nima qilamiz? Bu yerga yozamiz. Temp deb yozamiz. Temp deb yozamizda OK tugmasini bosamiz. Va ko'rib turganlaringizdek mana bu yerda mana shuncha kerakmas narsalar bor. Bularni o'chirib yuborish kerak. Bu kompyuterni qotishiga sabab bo'ladi. Buni Shift ni bosamiz va Delete ni bosamiz va OK tugmasini bosamiz va bular ko'rganingizdek hammasi o'chib ketdi. Nimaga Shift Delete ni bosdim? Ko'pchilik bilmas. Shift Delete ni bossangiz korzinkaga tushmay shunaqa bo'lib o'chib ketadi. To'g'ridan to'g'ri o'chib ketadi. Korzinkaga ham tushmaydi. Mana ko'rib turganlaringizdek korzinkam pustoy. Ikkinchi usuli Yana Push R ni bosamiz va yana shu tempni foiz bilan yozamiz. Foiz, temp, yana foiz va OK tugmasini bosamiz. Va bu yerdan ham mana ko'rib turganlaringizdek bir qancha mana musullar yig'ilib qo'ygan. Bularni Ctrl A bosamiz va yana Shift Delete tugmasini bosamiz. OK. Ko'rib turganlaringizdek bu yerdan ham hamma narsa mana o'chib ketyapti. Va qolganlariga tegmaysiz. Bu qolganlari o'zini kompyuterning kerakli narsalari hisoblanadi. Bu tugmani bosamiz va Propustit tugmasini bosamiz mana. Qolganlari kerak narsalar, qolganlari o'chib ketdi. Endi yana 3-usuliga keladigan bo'lsak, yana Push R ni bosamiz va bu yerga MRT deb yozamiz. Ya'ni bu kompyuterimizdagi hamma viruslarni tekshiradi va o'chirib yuboradi. Ko'rib turganlaringizdek mana shunaqa oyna chiqadi. Bu yerdan Dalее tugmasini bosamiz va yana Bыстрее проверка va Dalее tugmasini bosamiz va ko'rib turganlaringizdek proverka boshlanadi va sizni kompyuteringizni hamma joyini tekshirib chiqadi. 4-usulni ko'rsatib o'taman. Push R tugmasini bosamiz va Clean Emerge deb yozamiz va OK tugmasini bosamiz. Bu yerda esa SD diskni tanlab turib OK tugmasini bosamiz. Bu ko'p vaqtingizni olishi mumkin, lekin shundan keyin kompyuteringiz umuman qotmaydigan bo'ladi. Bu yerda chiqqan oynaga OK tugmasini bosamiz va Udalить fayliga bosamiz va ko'rib turganlaringizdek proses boshlandi. Mana do'stlar, bugungi video roligimiz mana shundan iborat edi. Sizlarga ham bu lifehacklarimiz yordam bergan bo'lsa, albatta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.